Kechasi yotganingizda oyoqlaringiz tagi qiziydi. Oyog'ingiz tagini go'yoki olov bosgandek tuyuladi va hattoki oyog'ingizni sovuq polga bosib o'tirgingiz keladi. Bu oddiy holat emas, qaysidir kasallikning simptomi hisoblanadi. Ko'pchilik o'ylaydi, bu menda o'tib ketadi, charchadim kun bo'yi yurib yoki qonim yaxshi aylanmayapti, bu vaqtinchalik holat deb o'ylaydi. Yo'q, aksincha, bu holat tananing signali hisoblanadi. Xuddi mashinadagi panelda qizil chiroq yongani kabi chiroqda muammo emas, mashinani motorida muammo. Men Jo'rayev Jamshid, vrach travmatolog, ortoped, kinezologman. Bugungi videomiz aynan oyoq qizishi haqida bo'ladi. Bemorlar qabulimga kelganda shikoyati shunday bo'ladi: kechasi oyoqlarim qiziydi, kunduzi bemalol yuraman, hech narsa sezilmaydi. Xo'sh, nega aynan kechasi oyoq qiziydi, kunduzi sizga bilinmaydi? Buning asosiy 3 ta sababi bor. Birinchi sababi tashqi muhit bilan bog'liq informatsion holatimiz. Ya'ni sizda tashqi muhitda telefon, odamlar bilan muloqot, ko'cha shovqinlari, informatsiya juda ko'proq bo'ladi. Bu holatda miyamiz kichkina muammolarga, boyagi kichkina nervlarga e'tibor qaratmaydi. Kechasi tinch yotganimizda informatsiya kelishi kamayadi. Tanadagi kichkina muammolarni endi miyamiz qabul qilib, sezib boshlaydi. Ikkinchi sababi umurtqadagi grija holatlari yoki mushakning tarangligi. Bel o'murtqasidagi grija, bo'yin o'murtqasidagi grija kechasi yotganingizda bosim ortadi. Uchinchi sababi qandli diabet. Bemorlardagi qandli diabetdan keyingi nevropatiyalar, kichkina nervlar, oyoqdagi, qo'ldagi, periferiyadagi nervlarda nevropatiya holati kuzatilib, qandli diabet bemorlarda kechasi bu holat ko'proq seziladi. To'rtinchi yana bir sababi bor. Buyrak usti bezlaridan kortizol gormoni ishlab chiqariladi. Bu gormon kechasi ishlab chiqarilishi kamayadi. Bu gormonning asosiy vazifasi og'riq, ya'ni vaspaleniya, yallig'lanishga qarshi ma'lum ta'sir o'tkazadi. Kechasi kam ishlab chiqarganligi uchun nervdagi muammolar, mushakdagi muammolar kechasi ko'proq sizga namoyon bo'ladi. Lekin endi sizda savol tug'iladi: oyoq qizishiga aynan nimalar sabab bo'ladi? Oyoq qizishiga 4 ta kasallik sabab bo'ladi. To'rtalasini har bittasiga to'xtalib o'tamiz. Birinchi sababi tanada nerv qisilgan bo'lsa. Bu eng ko'p uchraydigan sabablardan biri hisoblanadi. Bosh miyadan chiqqan nervlar orqa miya kanali orqali beldan o'tib oyoqlarga boradi. Agar ularda nerv qisilgan bo'lsa, nervlar ham xuddi sim kabi ishlaydi. Agar simda biron joyda nosozlik bo'ladigan bo'lsa, tok o'tmaydi. Nerv ham xuddi shunday ishlaydi. Qisilganda oyoqda qizish, achishish, uyushish, igna sanchigandek his paydo bo'ladi. Ko'pchilik oyog'im kasal deb o'ylaydi, lekin muammo oyoqda emas, belda yoki bo'yin grijasida bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab qandli diabet kasalligi. Qandli diabet kasalligida qonda qand miqdori oshib ketish hisobiga periferiyadagi nervlar, kichkina nervlarda nevropatiya holati kuzatiladi. Nevropatiya bo'lganda birinchi bemorlarning shikoyati sezuvchanlik pasayadi, oyoqning tagida qizishish, kechasi olovda solib turgan hissi bo'ladi. Uchinchi sababi qon tomir kasalliklari. Ya'ni qon tomir kasalliklarida oyoqlaringiz sizda tanangizdan uzoq masofada joylashgan, periferiyada. Oyoqda yaxshi qon aylanish bo'lmasa, qon yaxshi kelmasa yoki kelgan qon yaxshi qaytib chiqmasa, sizda oyog'ingizda og'irlik hissi, shish holati, qizish holati kuzatilishi mumkin. Bu holatga olib kelinadigan sabablar chekish, ortiqcha vazn, ko'p o'tirib ishlash yoki qon tomirlarida xolesterin miqdori oshib ketishi kuzatiladi. Bu kasallik kimlarda ko'proq uchraydi? Ya'ni qon tomirida buzilishi ko'proq o'tirib ishlaydiganlarda. Tana harakatni yaxshi ko'radi. Qancha harakat yaxshilangan sayin qon aylanish yaxshilanadi. To'rtinchi sababi vitaminlar yetishmovchiligi. Ayniqsa B12 vitamini yetishmaganda nervlarda himoya qobig'i bor. Himoya qobig'i ya'ni izolyatsiya qavati zararlanadi. Bu holatda nervlarda innervatsiya qobiliyati yo'qoladi. Issiq sovuqni bir holatda ushlab tura olmaydi. Bunda sizda oyoqda uyushish, qizish holati kuzatiladi. Ba'zi bemorlarda oyog'i qiziganda yillar davomida vanna qiladi, mas surtadi, lekin foydasi bo'lmaydi. Buning sababi arzimagan bitta vitamin yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Bu holatga aniq sizga diagnoz kerak bo'ladi. Agar vitamin yetishmovchiligi topilganda, o'sha vitaminni o'zi bilan oyog'ingizdagi qizish holati to'xtatishi mumkin. Yuqoridagi holatlarga kinezologiya nima deydi? Agar sizda MRT toza chiqqan, analizlar toza, qonda gemoglobin yaxshi, lekin oyog'ingiz qiziydi. Bu yerda shunaqa muammo ketadiki, organizm faqat analizlardan iborat emas, ya'ni mushak sistemasi. Qaysidir mushagingiz sizda yillar davomida taranglashgan holatda bo'lishi mumkin. Bu qaysi mushaklar? Bel mushaklari, dumma mushaklari, sonning orqasidagi mushaklar asosiy ahamiyatga ega bo'ladi.
Bu mushaklarni aniqlash uchun MRT aniqlab bera olmaydi. Chunki MRT sizda aynan realniy bo'layotgan organik holat, kasallikni ko'rsatib beradi. Mushakdagi muammo, mushak kuchsiz, gipotoniya yoki tortishib qolgan, spazmga tushib qolgan bu holatlarga kinezologiya yordam beradi. Kinezologiyada o'zini test qilish usullari bor. Test qilish orqali mushaklardagi qayerda qanaqa muammo, qayerda nervlar qisilganligini topib, sizni lecheniya qilishimiz mumkin. Agar sizda ham yuqoridagi holatlar kuzatilsa, ekranda ko'rsatilgan nomerlarga MRT xulosalaringizni va analizlaringizni tashlasangiz ko'rib beramiz. Men bilan tibbiy bilimlaringizni oshirishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Keyingi videomiz qaysi mavzu haqida bo'lishini istasangiz, kommentariyada yozishni unutmang.